turgan mashinani ko'rdinglarmi? M8 Competition, bu mashinani ko'rmasanglar bo'lmaydi. Hozir ish bilan keldim joyga, bu mashinani ko'rib qoldim. Turishini qaranglar. M8 Grand Coupe 4 teshuvligi. 6 silindrli motor, 100 ga 3,5-4 sekundda chiqadi. Ot kuchi ham 350-400 ta. Turishini qaranglar, diskalari ham yarashgan, balonlari Pirelli ekan. Rangi vashini yabishni bor. Ancha Toshkentda bitta bo'lsa kerak. Orqalari ham qaranglar. Mashina yorib o'rgan ishlashni ham qaranglar. Hammamizga nasib qilsin. Mana shu mashinaga teng keladigan Mers bormi? Bironachilar bitta yozib ketinglar. Mana mashina o'rnini bosadigani. Bitta neto narsa bor, 2026 da mana shu M8 liniyasi olib tashalayotgan ekan, M8 to'xtaygan. Lekin menimcha BMW xato qiladi. Bu M8 bunday go'zallikni to'xtatib qo'yish menimcha xato, hali chiqarish kerak edi. O'zingizlar bitta fikr bildirib ketasizlar. Mashina haqiqatan juda zo'r.